Shu paytgacha xo'jayininglarga albatta bilchillab yog'da qovurilgan tuxumni qilib beryaptimiz. Bugun men sizlarga vashshi zo'r narsa olib chiqdim. Endi umuman 1 gram yog'siz tuxumni qovurasizlar. Bodring. Tavani yoqib olasizlar. Bodringni yaxshilab tavaga surkab olasizlar. Qaranglar, yaxshilab mana qizdirib olasizlar tavani va bodring. Mana qizib turgan tavaga bodringni yaxshilab ishqalab olasizlar. Nega men buni vohliroq bilmadim? Dietada umuman semirmaslik, ayniqsa turmush o'rtog'inglarga qorinlari chiqib semirib ketayotgan bo'lsa, endi sinab ko'ramiz. Qizlar, pishishini qaranglar, 1 gram yog'siz bodringni tagiga ishqalaganimda. Qaranglar, tavani o'chiraman. 1 gram yog'siz tuxum tayyor. Hech qanaqa tagiga ham olmagan. Endi nafaqat turmush o'rtog'inglar, balki sizlar ham hech qanaqasiga semirmaysiz, chunki 1 gram yog' aralashtirilmagan. Oddiygina bodringni tavaga ishqalaysiz va tuxumni qovuravasiz. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Like bosing.